Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 18-dekabr 25-yil. 4 ta 2 metrlik ko'rpachalarimiz tayyor bo'ldi. 8 ta 50 ga 60 yostiqlarimizni chexoli. Mana orqa tarafini sariq qilganman, ajralib turishi uchun, chunki ikki yoqlama ishlatiladi bu. Yuziga esa oq ip bilan urilgan. Zamoglik, ichki choklari hammasi overloga yopilgan. Yostiqchalarimizni ichkisi zakazchimizga tayyor. 8 ta yostig'i mana. Bu ko'rpachalarimiz ichki matras qilingan. Mana zamoglik. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Mana zamoklarini hozir men sizlarga ichki matrasigacha ko'rsataman. Mana matrasimiz qalin, oppoq paxtasi solinib tikilgan. Hamma choklari overloga yopilgan. Kimga shunaqa xon taxtalarni girdi uchun satilladan komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalar, tikib tayyor qilib beraman. Dastavka xizmatlarimiz bor. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bironta joyisi salqi kelib, xato kelib qolmagan. Buni ajralib tursin, orqayi oldinni bir xil ishlatsinlar deb 2 xil ip bilan bezagini urganman lablubasiga. Mana ishlarimizni ko'rib o'zlaringiz baho beringlar.